Akalar, bir yilda 740 mingta, har oyi 61667 ta. Har kuni esa 2055 ta erkak o'z joniga qasd qiladi ekan. Ya'ni umumiy o'zini joniga qasd qiladigan insonlar ichida 80% erkaklar ekan. Ya'ni ayollarga nisbatan 4 baravar ko'proq ekan o'z joniga qasd qiluvchi erkaklar. Qadrdonlar, do'stlarim, akalarim, ukalarim, xullas mujiki meni ham tashlab ketishgan eng og'ir vaziyatimda, eng ishonganlarim. Anjon Sharxonlikman, bitta ham do'stim qolmagan, hammasi mendan teskari bo'lib ketishgan. Mana Xudoga shukr, 1000 baravar ulardan yaxshisini topdim. 29 yoshimgacha hech qayerda ishlamaganman. Bir tiyin pul topmaganman, uyda o'tirgan odamman, harakat qilganman, lekin mana 32 yoshimga keldim. 3 yil ichida juda ham ko'p narsa o'zgarib ketdi. Aytmoqchi bo'lganim, kimgadir erta, kimgadir kech keladi. Qadrdonlar, bratlar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni ota-onalar yaxshi ko'radi, sizlarni Xudo yaxshi ko'radi. Hech qachon bunaqa yomon xayolga bormanglar. Hamma narsani o'zi vaqti keladi. Iyun oyi erkaklar, mujiklar, bizning oyimiz, ya'ni xalqaro erkaklarda psixический hamda mentalniy sog'lomlik oyi. Ya'ni qanaqadir muammolar bo'lsa, ichingizda ushlab turmanglar. Kimgadir aytinglar. Suvga bo'lsa ham aytinglar. Bilmayman, ichingizda ushlab turmanglar. Yomon xayolga hech qachon bormanglar. Har doim eslab qo'yinglar. Hamma narsani o'zini vaqt soati bor. Men eng yomon o'ylagan narsalar hammasi menda bo'lgan. Qizi ham tashlab ketgan, qiynalgan paytim, oshnalarim ham bittasi qolmagan. Bir tiyinsiz o'tirganman, hech narsaga pulim bo'lmagan. Mana Xudoga shukr, hozir hamma narsa bor. İçilerde ushlab o'tirmanglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman, esinglarda bo'lsin. O'zingizlar uchun ehtiyot qilinglar birinchi o'rinda. Bittamiz akalar.